Ertalabda bir haftadan beri turib yuguryapman o'zimcha. Men mana shu bir haftalikda shuni tushundimki, bu meni hayotimdagi eng pachaqi chiqqan bir haftalik bo'ldi, to'g'risi. Bu menga emas ekan, u badan tarbiya qilish, sog'lom turmush tarzi, pulli qilib yorasizlar ekan menga. Ingliz tilini ro'yxatga qo'shib yorasizlar ekan. Bu ertalab turganga yarashachi bir sog'lom narsalar yeyish kerak. Hali oqsil-poqsilama kofe deb kiryapmiz. O'pkam mana shu so'kinish aralash nafas olyapti. 6 xil tildan bilan so'hyapti. Mo ko'chani qaranglar, hech kim yo'q. Hech kim. Men chiqib qo'yganman, jinni bo'lsa, bitta o'zim. Mo Ali Tirnovga qildirayotgan aka, mo o'pkam g'alati bo'lyapti, to'g'risi, tahdid qilyapti menga desam, uka, 20 yil Tirnovga qilmaganingizni chiqarib olishingiz kerak edi, shunda yaxshi bo'lib ketadi, joyiga tushib deyapti. Qanday men bugun kech paytgacha 12 soat ichida 20 yil Tirnovga qo'yarsam bo'ladi endi hozir. O'zingizlar aytinglar-chi. Uxlaganga yetmaydi, hozir kirib uxlayman, o'lib ketsam. Bugun 31-dekabr svet o'chmaydigan kun, bir narsadan qo'rqib qolganda hamma zo'r ko'rsatuvlar bir paytda bo'ladigan kun, banan bilan tort yeyiladigan kun, O'zbekistonda hech ham qor yog'maydigan kun, yana qorsiz bayram, boydoqlarga qorqishsiz bayram. Lekin bugun yesak bo'ladi. Bugun mana kindigimiz alohida bo'lib qolgancha burnimiz atrofiga kelgan любой narsani og'izga solib birinchi reys bilan oshqozonga jo'natib yuboramiz. Studentlar sizlar aynisi va shu qo'lga tushgan любой narsani og'izga solinglar bugun. Keyin o'qishga qaytib kelish bor. Tushunasizlar? Endi yeyish ekan deb turib bir yo'laligi skoriyda o'tirgan opalar smenasini normalni kutib olmasligiga harakat qilib olmanglar, chunki bu yerda ham mana sistema. Qancha ko'p yesalar shu atrofga qilishga to'g'ri keladi keyinchalik. Qorin og'rishi bor. Maktab o'quvchilar sizlar bugungi kunni mahkam eslab qolinglar. Chunki maktabga qaytganinglarda 57 yildan beri beriladigan savol bor. Yozgi ta'til qanday o'tdi degan. Ashunga bir dadam bilan zapravkada o'chirib o'tkazib demasdan yaxshiroq narsalar haqida aytib beringlar bugungi kun haqida. Bang'alab o'tganinglarda aytmanglar, chunki chiqishdan oldin qo'rqib qolgansizlar, otmayman deb turib. Ichib olib Qorbobodi qorqizing qani deb urush bo'lmasin lekin. Chunki qorqizi bo'lganda u uyda o'tirar edi. Men bitta narsa o'ylantiryapti. Jismoniy tarbiya degan fan bor edi, bilasizlarmi? Bitta hamda 4 olgan odamni taniysizlarmi? Ha? Bormi shunaqa odam? Yo'q. Hamma 5 olgan. Men ham 5 olganman. Bitta ham 4 yo'q. Men tanishlarim ham hammasi 5 olgan. Lekin bitta ham sportsmen bo'lib ketmadi. Bittasi sportsmen bo'lib ketdi. U endi kimyodan 3 olganiga bo'ldimi, bilmayman endi u. Musiqa degan fan bor edi. Undan ham hamma 5 olgan. Lekin bitta ham tamiz artist bo'lib ketmadik. Deyolmaymiz umuman. Bir notaga tushish yo'da tursin, fizika qonunlariga ham to'g'ri kelmaydi. Yer yuzida jamiki nechta qonun bo'lsa, hammasidan chiqib ketadi ovozimiz. Mana atrofimizdagi olam bor edi, atrofimizda olam. Hamma 5 olardi. Hozir atrofimizdagi olamni qaranglar, tabiatdan bitta tabiat qarz oldik. U nimaga shuncha payt 7 da turib maktabga borganman o'zi deyman deb saharlab uyqudan ketib. Ertalab qor yog'maydi, hech ham 31 da deydim. Men prosta takmash ob-havoda o'ziga bitta tilagimiz ishlatib yubordim o'zi. Bilishinglar uchun. Prosta bitta niyat, shunday qorga sarflab qo'ydim. Bilmayman endi bu necha oylik tilagini ishlatib qo'ydim-ku, lekin bu qo'rqib so'ramayman deylar-a, shuni degan. Uylanib bormayman shuni degan. Ayam telefon qilib aytdi, "Azizingga to'y deb bermaydim, bir haftadan keyin bolali bo'lib ketdi." Bu darajada bo'lmaydi. Bayraming muborak dermidi, nima derdi haligi Kevinda? Kim Qorbobo so'rovdi? Mo'acha qiylanib yurib video yo'lyapti, meni videoim eng ko'p prosmotr bo'ladi baribir. Chiqarib yuboraman ajabdan tele kerak bo'lsa, kamanda bilan xizmatdamiz hozir. Toshkentdan Andijon kirib yo'lga chiqib ketyapmiz, hozir cholib boramiz ekan. Keldi bahorda ham chalishadi hozir. Bitta chopinglar endi. Jungle Bands, so'kardim kattaroq odam ekan. Hali o'ta katta biznes plan tuzaman deb o'ylaydigan oshnam bugun yozyapti. Men oshna boyib ketdim deyapti Rossiyadan. Men bugundan muvaffaqiyatni kalitaman deyapti. Nimaga nima oldi desam, koronadan kredit olib o'chirib endi to'lashim shart emas deydi. Sen ham O'zbekistonda banklar bo'lsa shuna qilib kredit olib privilegiyasini o'chirsan, hech kim bilmaydi deyapti. Hali bolada quruq salfetkani har xil sharbatlarga botirib vlajni qilib sotaman deb o'ylab yuradigan bola bor-ku. O'ttashi bola yo'ldosh degan oshnamni sun'iy poliga borib olib Telegram gruppaga video tashlagan. Sun'iy yo'ldosh o'ylab topdim deb. Telegramda bir kun sekretni chat och dedi. Nimaga desam, duruf bilib olmasligi kerak edi, puli ko'p dedi. Bitta ochsam, qishda deydi gazli suvlar, gazini ajratib, gaz zapravka ochib beraman deyapti. Bu
Lyuboy suyuqlikni olib turibchi shprisga. Preparat bo'lish shartmi? Salarkani o'zini ham tomiriga haydaversalar miyasiga foydali. Rahit-pahit emasmikin deyman. Bunday qarab turib, bepushtlik reklamasimikin mana shu bola deyman, to'g'risi. O'ma Instagramda motivatsion videolar sizlarga ham chiqyaptimi yo faqat menga chiqyaptimi? Kim men ism familiyamni kiritib eng kambag'al odam deb belgilab qo'ydi Instagramga? Faqat bitta oshnam aslida videoni ko'rib keladi. Ota-onang nima maqsadda seni baqishayotganini bilasanmi deydi. Men ho'kizmanmi qanaqadir maqsadda baqilaman. Ular harakat qilyapti, seni baqish uchun deydi. Men nima qilyapman? Baqilmayapman. Baqilyapman mana zo'r bo'lib. Kechqurun 1 da turib olib turib, "Baba harakat qilish kerak-da" deydi. Kechqurun 1 da qanaqa harakat qilaman? Qonun torg'isi ko'tarib chiqib olmayman. Ikkita qo'limga asfalt yo'lda o'rtasiga mashina yo'q joyiga sotiladi deb. Nima qilish? Instagramda yomon. Ikkita videosi 123 ming prosmotr olib sразу pulli kursimga start berdim. Nimani o'rgatasan pulli kursingda? Ertalab 6 da turishni o'rgatasan. Budilni qo'yasizlar, uxlaysizlar, 6 da turasiz. Yo to'q topolmasdan ishlashni o'rgataman. Bu yoqda millionerlardan so'raydi, qanday boyib ketdingiz desa, "Ha endi o'xshab qoldi" deydi. Akamiz bu yoqda umrida grechka yemagan odamni singari, hali hech ham avtobusga pul bermasdan tushib ketmagan odamni singari 100 ta sirini o'rgataman. Qanaqa 100 ta sir? 50 million kreditingni hisobga olmasa, pulga aloqador joying yo'q umuman. Qizlar bilan bolalar bir-biri bilan tanishishga harakat qilganda, qizlarda shunaqa tushuncha bor ekan, bir marta taklif qilsa, atkaz olsa bo'ldi, shu bilan yo'q bo'lib qolar ekan. iPhone 3 singari xuddi yer yuzida umuman bo'lmagan, tushunasizmi? Lekin bolalar bunaqa emas. Bolalar 25 marta harakat qilib ko'radi. Ashunda ham o'xshamasa o'ziga yana 50 ta imkoniyat beradi. Xullas tugamaydi imkoniyatlar. Meni bitta oshnam xuddi shunaqa logika bilan 1-sinfdan beri bitta qizni yaxshi ko'radi. 3-sinfdan keyin hali qizni ayasini o'qib yaxshi ko'rmay qo'ygan. Xudoning bergan kuni oshnam bitta harakat qilib ko'raveradi. Lekin mana qizlarda shunaqa narsa bor ekanda miyasida qaranglar mana hamma qiz mana ba'zilarga kal yoqadi, ba'zilarga sochko, ba'zilarga nakachinni prisi bor bolalar, ba'zilarga oq, ba'zilarga qora. Lekin hammasi bir ovozdan pakana bolalarga toshingni ter deydi ekan. O'zi hali qiz 5 litrli baklashgandan jindek balandroq, lekin oshnamga yoqmayapti. O'zi 1.50 ham chiqmaydi bo'yi. Lekin haligi oshnam hali qizga yoqay, bo'yim o'ssin deb turib 1 yilda 1 tonna sabzi yeyapti, tushunasizlarmi? Kechqurun o'zini turnikka baylab qo'yib uxlagan odamni ko'rganmisizlar? Ashuna qilyapti. Yo'q, o'sa olmayapti. Tushunasizlar? Farosat o'syapti. Narx-navolar o'syapti, dollar o'syapti, oshnami bo'yi bilan oyliklar umuman o'smayapti. Yaxshi tomoni o'rtoq mayor. Istoriyada aytganimdek, Easy Go'dan oyoq kiyim kiygan ko'chaga chiqib, shunday ko'ringan odamga tanish bilish qilmasdan umuman uzoq masofaga yursanglar tarqatib yuboraman degandim. Xuddi shu narsani qilish uchun bugun ko'chada ko'ringan Lyuboy birinchi odamni bo'g'ib yurib uyga olib kirib beryapmiz aka. Razmeringiz necha edi? 40. Chak razmeri bizda ham 42 edi. Mana siz razmeringiz ekan o'zingizni. Uzoq masofalarga yurasiz-a? Ofisda o'tirib ishlayman. Chak razmeri har kuni Qoraqalpog'istondan Toshkentgacha qatnab ishlaydigan ekan. Razmer 42 emas bu. Bir aylanib metroga tushibman. Endi metroga tushmaganlar uchun viloyatlardagi avtobuslar bilan bir xil atmosfera. Hamma mug'omirashida, bitta ham harf yo'q. Haligi chiqib joyiga o'tirib o'zini o'rganga savoladigan studentlar ham, haligi yoshlar ham aynib ketibdi deb bo'sh kelmasdan doim biroz joyiga ko'z olaytirib turadigan opalar ham xuddi shunday. Drujbadan chiqdik. Drujbadan chiqdik. 78 ta odam mikrofon ko'tarib savol javob qilib yuribdi. Bittasi shunday oshnam oldiga kelib turib, "Baxt degani nimani tushunasiz?" deb qoldi-yu. Baxt degani haligi oshnam 3 asdan o'tib hali akaman birga kelgan metroda bilasizlarmi deb turib olib turib, qonini biroz betiga qo'yib ketadigan aka bor-u. 3 asdan o'tib betini yami menga qarab keldi, qolgan yami akani qonida kelgan. Teres akani kindigidan nafas olgan burnini manot eshigiga. Baxt deyapti haligi oshnamga. Baxt degan so'zga oxirgi marta adabiyot kitobida yaqin kelgan 7-sinfda haligi oshnam. Go'sht mayli oxirgi marta qachon ovqat yeganini eslolmaydi. Tek ko'sa tishini orasidan akani betiga tupurib qo'ymayapti deb. Aytyapti, aka deyapti, qo'ying mushot o'raman hozir deyapti. Asab srogi o'tgan deyapti. Aylanib razvorotman tepaman, oyog'im 3 sekund qulog'ingizda peresadga qiladi, jag'izga kelib qo'nadi aka qo'ying dedi. Hali aka yaxshi tushundi. Student ekansizlar deb ey. Osmonda oyda beraman desam ishonmaysizlar. Mana keldim oyda O'zbekistonga tushgani hozir. Men shuncha tepaga chiqdim, hozir bundan tepasini ko'rmayapman o'zi. Omahidan harakat qilib ko'raman, kunduzgi olpan kechib paytroq kelaman, oyda olgan alohida. Ab tushib o'zimiz qo'rqamiz, ona bino tomigami, o'zimiz alohida spetsialni. Patakor stadioni kichkinaligini qaranglar. Bitta ham futbol bo'lsa mashinani ko'raymi, jinni o'zi. O'zim nazoratdaman, polniyman mashinlarni mana. O'zim masjiddan qarab, hozir mayonlarni ham ko'rsatdim, mayonlar ham o'zim qarab turibman eslicha o'yi. Agar problem bo'lsa, o'yda mashinalar ila Batman kiyimimni ham kiyib olganman, hozir cho'y pastda turibdi u Batman kiyimi. 2025-yil xayr. Eski yilda qilingan eski xatolarni endi qaytib qilmaymiz. Yangilarini qilamiz-da. Tavba qildim. Hazil. 2025-yil boshlanayotganda ham hamma bu yil meni yilim bo'ladi deyishyapti. 2026 boshlanayotganda ham bu yil meni yilim bo'ladi deyishyapti.
u akalar yili u tugamaydi, lekin bu kalendar almashib qoldi degani odam almashib qoladi degani emasda. Hali odam o'zgarish uchun 7-may bo'ladimi, chorshanba kuni peshindan chiqarish bo'ladimi, farqi yo'q. Farqi yo'q. Aytmoqchimanki, bugungi kun qanaqadir sehrli kun emas. Har dekabr sizga, menga, bizga qanaqadir umidlar berishni boshlaydi. Yangi yil zo'r bo'ladi, yangi yil zo'r. Yo'q. U o'zgarish bayram kunlari keladigan narsa emas. U любой payt, u o'zi xohlagan payt keladi u. Haligi mana 2025-yil tugadi. Men o'zim ayta olaman, 2025-yil meni yilim bo'ldi deb. Chunki yil tugadi-da o'zi. Yilni boshida aytmaganman, bu yil meni yilim bo'ladi 2025 deb. O'ylamaganman ham bu haqida. Aytmoqchimanki, u haligi nima desa bo'ladi? Umid qilib qolsangiz, ishonib qolsangiz, bu umid, ishonch bizni harakatdan to'xtatadi xolosda. Prosta mana miya shunaqada bitta muammoga bitta yechim ko'rdimi bo'ldi. Boshqa yo'llar haqida, boshqa variantlar haqida o'ylamaydi. Ashunga ishonib turaveradi. Shuning uchun haligi aytganimizdek yil kalendar almashib qoldi degani odam almashib qoladi degani emas. Chunki mana bugun maza qilasiz, dam olasiz, kayf qilib, ertalab bitta turasiz, kreditlaringiz turaveradi, muammolaringiz siz bilan turaveradi. Haligi pulingiz ko'payib qolmaydi o'zidan o'ziga, hech narsa o'zgarmaydi. Siz turaverasiz ertalab. Lekin shu narsa haqida bugun o'ylasangiz, muammolaringiz haqida. Hali boya aytganimdek, bugungi damni ham ola olmaysiz, maza ham qila olmaysiz. Shunday ertalab turasiz. Aytmoqchimanki, bu haligi muammolaringlarni ham yaxshi ko'ringlar o'zingizlar. Chunki ular sizlar bilan-da baribir. Ular o'zinglardagi bo'lgan hamma narsani yaxshi ko'ringlar. Nima deyapman o'zimga? Xullas, yangi yil bilan hammalarni tabriklayman. 2025-yilda meni qo'llab-quvvatlagan hammaga katta rahmat. 1,150,000 odamga chiqdik, to'g'ri? 1 yilda emas u, 7-8 oyda chiqdik. Hammalarga katta rahmat deyman. Oson yashash uchun jicha bag'ringlarni keng qilsanglar bo'ldi. Bag'ri torlikni menga qo'yib beringlar.